Keling, bugun muhabbat haqida gaplashamiz. Muallif Nabijon Boqiy Rohila asarini yer va osmon o'rtasida 100 yil saqlangan muhabbat qissasi deya ataydi. Marhamat, sahifamga obuna bo'ling, men esa sizlarga ushbu kitob haqida gapirib beraman. Marg'ilonlik Mo'minjonning tabiblikdagi dovrug'i Buxoro amirigacha yetib boradi. Uni bir kuni yahudiylarning katta olimi uyiga taklif qiladi. Uning 2 qizi bo'lib, kenjasi 16 yoshli Rohila Mo'minjonni qattiq sevib qoladi. Shu kundan musulmon yigiti ishqida yonayotgan Rohilaning ahvoli kundan kunga og'irlashib boradi. Noiloj qolgan ota-ona Mo'minjonni tez-tez uyiga taklif qilar va ularni suhbatlashishlari uchun xoli qoldirishardi. Mo'minjon Rohilani sevib qolganini biroz kech anglab yetadi. Yahudiy qiz va musulmon yigiti o'rtasidagi muhabbati uni qattiq iztirobga solar edi. Nihoyat Mo'minjon bir qarorga kelib, Rohilani o'zi bilan olib ketishga va'da beradi. Ammo bunga ulgurmaydi. Ishq iztirobidan qattiq dardga chalingan Rohilani muhabbati halok etadi. Mo'minjon esa butun umri davomida Rohilaga bo'lgan sevgisi bilan yashaydi. Kitobda muhabbat tabiiy va ishonarli tarzda ochib berilgan. Muhabbat e'tiqodlar o'rtasidagi nizolarni ham nazar pisand etmasligini ayta oladi yozuvchi. Siz muhabbatingiz uchun qanday kurashgansiz yoki kurasha olaman deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.